Bir odam Allohu akbar desa ixlos bilan, qiyomatda amallarni tortiradigan tarozini yarimi savobga to'lar ekan haligi odamlik. Alhamdulillah desa tarozini hammasi to'lar ekan. Allohu akbar desa endi tarozi ham qolib osmon va yerni hammasi savobga to'lar ekan. Lekin bu kimniki? Haligi farzini ato qilib qo'ygan odamniki. Namozni o'qimay, tahoratni qilmay, yurib Allohu akbar deb qilsa tarozi to'lavermaydi. Farzni, vojibni hamma yo'g'ini qilib qo'yib, keyin qilsa keyin mana bu hadisga to'g'ri keladi. Mana shu narsani biz juda nozik narsa, yaxshi tushunib olish kerak. Ba'zi bir dangasa tushunmagan odamlar shunaqa bitta yarimta hadisni chala ma'nosini teskari burib olib, biz ham umidimiz bor falonni qilyapmiz deyveradi. Lekin farz bor, vojib bor, boshqa shar'iy ahkomlar bor. Bularni demak haligidaqa tushunishimiz kerak bo'ladi. Ana o'sha ma'noda demak bu yog'ini qilib qo'ygan odamga alhamdulillah uni urinsa juda zo'r bo'ladi. Zikrni fazili to'g'risida mana hozir domlamiz qiroat qildi. Fazkuruni azkurkum vashkuruni va la takfurun. Ya'niki meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman deyapti Alloh taolo. Ya'ni Alloh bir zarracha o'zini yaratgan kichkina zarrasini esga olishi bu qanday gap? Bu buyuk baxt.